Men Dilbar Usmonova Zohidovna 1971-yilda Toshkent shahrida tug'ilganman. Asli kasbim musiqa rahbari fortepiano bo'yicha, ya'ni mutaxassisligim bo'lgan. Aynan hozirgi kunda ko'plab ayollarning hayoti o'zgarishi uchun, moliyaviy erkinlikka chiqishlari uchun, o'zlarining hayotda o'z o'rnalarini topishlari uchun qaysidir ma'noda bir sababchi ayolman. Hozirgi kunda qo'l ostimizda 500 ga yaqin tadbirkor ayollarimiz bor. Hayotda o'zining o'rnini topgan, moliyaviy erkinlikka chiqqan va men ularni har gal ko'rganimda, ularni ko'ziga qaraganimda ko'zlari chaqnaydi. Alloh mana shu insonlarga sababchi qilib qo'ygani uchun men juda ham baxtiyorman. Men Green Leaf korporatsiyasiga tanlovim juda ham o'zi aslida qiyin bo'lgan. Bir necha biznes yo'nalishlar loyihalarni taklif qilingan, men ko'rganman, lekin men har doim o'ylab yurardimki, ya'ni ham moliyaviy erkinlikka chiqish, ham aholimizga, ya'ni oilamizga sog'lom turmush tarzini va sog'lom mahsulotlarni taqdim etish bo'lgan. Alloh inoyati bilan mana shu niyatlarim amalga oshdi. Albatta birinchi mana shu Green Leaf korporatsiyasini tanlov qilganimda o'zimda juda ham bir ishtiyoq paydo bo'ldi. Sababi mana shu oddiy bitta kir gelini o'zini ishlatganimda, bilasiz, ayollarning og'irlik tochkasi, ya'ni kirlarimizni oqartira olmaslik yoki oshxonadagi idishlarimizni shunaqangi bir o'zimiz xohlagandek maza qilib yuvishimiz. Mana shu mahsulotlarni bir marta o'zim ishlatib ko'rganimdan keyin bu biznes men qilaman, albatta buni O'zbekistonga qonuniy kirishiga sababchi bo'ladigan inson bo'laman deganman. Mana Allohga shukrki, hozirgi kunda 4,5 yildan beri mana shu Green Leaf korporatsiyasida faoliyat yuritib kelyapman. Hayotda har bitta inson maqsad bilan keladi. Mana hozirgi kunda Allohga shukrki, ko'plab tadbirkor ayollarimiz, ya'ni uyda o'tirgan, qiynalgan, depressiyaga tushgan ayollarimiz o'z aslida juda ham ko'p. Lekin aynan hozir Qoraqalpog'istonda deganda ana shunaqa kuchli, lider, tashabbuskor ayollarni, ya'ni bamisoli o'zimizga o'xshab mana shunaqa tadbirkorlik faoliyatini yurg'izishlariga o'shaning uchun homiylik qilishga rozi bo'ldim. Albatta ayollarni jamiyatda o'z o'rni bo'lishi kerak. Chunki bilamizki, har doim kuchli erkaklar ortida kuchli ayollar turadi. Har bitta inson dunyoga keladiki, o'zini oliy maqsadlari bo'ladi. Aynan bu dunyodagi oliy maqsadlardan biri aynan O'zbekistonimizga mana shu mahsulotlarimizni zavodini, ya'ni investorlarni olib kirish, mana shu joyda mana shu toza mahsulotlarni nafaqat o'zbek xalqimizga, hattoki NDH davlatlariga ham eksport qilish niyatimiz bor. Inshaalloh Xudo xolasa bu niyatlarimiz ham, maqsadlarimiz ham tez kunlarda amalga oshadi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, Qoraqalpog'istonda juda ham chiroyli tadbir bo'ladi. Aslida men o'zi Qoraqalpoqqa hech hali bormaganman. Lekin shunchalik chiroyli tayyorgarlik bo'lyaptiki, insonlarning qalbida juda ham bir tubdan o'zgarish bo'ladi. Sababi o'zi mening maqsadim ham shu. Qoraqalpog'istonda kuchli ayollar ham bor. Sababi shogirdlarim bor Qoraqalpog'istonda, juda ham kuchli. Ular mustaqil o'zlarini o'zlari oyoqqa tura olgan hozirgi kunda tadbirkorlik bilan faoliyat yuritishyapti. Aynan Qoraqalpog'istondagi ayollarga tilaklarim, avvalambor o'zingizni har doim topishni o'rganishga harakat qiling. Har doim hayotingizda siz muvaffaqiyatli jamiyatda o'zingizni o'rningizni topishni xohlaysizmi? Albatta siz o'zingiz buni xohlashingiz kerak. Albatta bu tadbirdan keyin sizning hayotingiz o'zgaradi va albatta biz qaysidir ma'noda sababchi bo'lamiz. Bir kun ko'rishganimizda Dilbar Usmonova, hayotim o'zgarishi uchun sababchi bo'ldingiz. Mana hozirgi kunda juda katta tadbirkorlik faoliyatini yuritib, qaysidir ma'noda jamiyatimizga ozmi ko'pmi tadbirkorlik faoliyatida o'z hissamni qo'shdim deb kelsa, Qoraqalpoq ayollar, men bundan juda ham baxtli bo'laman.